Tezkor xalq uchun xushxabar. Ertaga ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasi bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 4-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi esa 9-11 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Kechasi harorat 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi esa 3-8 daraja iliq bo'ladi. Hozircha bizda shular edi. Eng tezkor xabarlar bizning kanalda. Sog' bo'ling azizlar.